Fasllar – bu tabiatdagi energiya aylanishining timsoli. Ammo u faqat tashqi o'zgarish emas, u inson ruhiyati, psixikasi va energetikasiga ham chuqur ta'sir ko'rsatadi. Chunki biz tabiatdan ajralgan mavjudot emasmiz, biz ham uning ritmida yashaymiz. Keling, fasllarning insonga ta'sirini psixologik, biologik va ruhiy nuqtai nazardan chuqurroq ko'rib chiqamiz. Bahor – uyg'onish va yangilanish fasli. Bahor bu umid, yangi boshlanish, ijod va sevgi faslidir. Quyosh nuri kuchaygani sari miya serotonin va dopamin ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Bu esa kayfiyatni ko'taradi. Bu davrda inson ichida yangilanish istagi paydo bo'ladi. Yangi g'oyalar, orzular, maqsadlar tug'iladi. Qalb ochiladi, sevgi hissi faollashadi. Ruh tabiat bilan bir ritmda uyg'onadi. Bahor energiyasi faollik, ijod, ilhom, sevgi, yangilanish. Bahor bu men yana tug'ildim fasli. Yoz energiya va tashqi faoliyat davri. Yozda insonning faolligi, ijtimoiyligi va o'zini ifoda etish istagi oshadi. Quyosh nuri orqali vitamin D ishlab chiqiladi. Bu organizmga kuch, ishonch va ijodiylikni beradi. Bu yorug'lik va namoyon bo'lish davri. Odamlar bu paytda orzularini amalga oshirishga, tashqi dunyo bilan bo'lishishga moyil bo'ladi. Ammo haddan ortiq harakat energiya charchoqlarini keltirib chiqarishi mumkin. Yoz energiyasi harakat, ifoda, muvaffaqiyat, ijtimoiylik, quvonch. Yoz bu men yaratyapman fasli. Kuz tahlil va ozodlik fasli. Kuzda energiya pasayadi. Inson ichkariga qaray boshlaydi. Bu hislar, xotiralar, o'tgan yil tajribalarini tahlil qilish davri. Ko'pchilikda ozgina melanxoliya paydo bo'ladi. Bu tabiiy jarayon. Bu tashqini qo'yib, ichkariga qaytish davri. Kuzda ruh keraksiz narsalarni qo'yib yuborishga undaydi. Eski odatlar, hissiy yuk, to'xtab qolgan energiyalar. Tinchlanish, shukronalik, qo'yib yuborish bu kuz energiyasi. Qish sukut, dam olish va qayta tug'ilish fasli. Qishda inson tabiiy ravishda sekinlashadi. Uyqu va tinchlik istaydi. Bu davrda energiya ichkariga yo'naladi. Fikr va hislar chuqurlashadi. Ba'zida kayfiyat tushishi yoki yolg'izlik hissi paydo bo'ladi. Bu tabiatning ichki sukunat holati bilan rezonansidir. Ruhiy jihatdan bu ichki tozalanish va tayyorgarlik davri. Qalb sukutda to'planadi, keyingi bahorga kuch yig'adi. Meditatsiya, sokinlik, duo o'z ustida ishlash uchun eng qulay vaqt. Qish energiyasi sukut, to'planish, ruhiy dam olish. Qish bu men o'zimga qaytdim fasli. Fasllar bu tashqi tabiatning o'zgarishi emas, balki ichki dunyoyimizning ritmi. Biz tabiat bilan bir tebranishda yashaymiz. Bahorda yangilanamiz, yozda yaratamiz, kuzda tozalanamiz, qishda dam olamiz. Kim tabiatning bu ritmini sezsa va unga qarshi emas, u bilan uyg'un yashasa, u inson ruhiy muvozanatga, ichki tinchlikka va barakaga erishadi.